Hammaga salom. Sizlar bilan men Merik. Bugungi videomizda sizlar bilan mishkani kursorini o'zgartirishni o'rganib o'tamiz. Xo'sh, buning uchun biz kiramiz, kirib yozamiz. Bu yoqqa switchkursor.com yozamiz va mana shu saytga kirib, mana har xili bor, xilidan bor. Kelinglar, men o'zim uni tortgan ekanman. Kelamo ikkitasini tortamiz. Yo'q, to'xta. Mana. Endi buni рабочий stolga olib o'tamiz. Xo'sh. Qani mana. Ikkitasini olib o'tib, pusk R ni bosamiz. Pusk R ni hozir sizlarga qaytadan ko'rsatib o'taman. Hozir mana shu ikkalasini bosamiz. Pusk mana klaviaturaning chap tarafida altdan keyin turadi. Ikkalasini bosamiz. Mana bizda mana shu oyna kelib chiqdi. Xo'sh, bu yerdan biz Ctrl mouse deb yozamiz. Enter. Bu oynada biz uказательga o'tamiz. Mana xo'sh. Mana o'ynab turganini o'zgartirish uchun xo'sh, mana skachat qilganlarimizni открыть bitta permanent qo'yarsak, mana o'zgardi. Endi bunaqa ko'rsatadiganini o'zgartiramiz. Mana ko'rsatadiganini ham skachat qildik. Bo'ldi. Tayyor bo'ldi. Xo'p. Mana tayyor bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa xursandman. Obuna va like bosish esdan chiqmasin.